Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibinde bulup atkan muhim haberlerini huzuruna sunuşturuşumuz. Kanamızda kutunlar ekranımızda bulsun. Biden qari tizimlikdagi Xitoy şirketlerini texmo ko'paytdi. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha, Amerika prezidenti Joe Biden 3-iyun yangi ma'muriy buyruqqa imzo qo'yib, Amerika fuqarolari va organlarining Xitoyning 59 shirkatiga mablag' selishini cheklagan. Bidenning mazkur buyruqida sobiq prezident Trump tuzib chiqqan Xitoy shirkatlarining qari tizimligi texmo kengaytirilgan. Trump vazifa o'tayotgan mezgilda Amerikaliklarning Xitoyning harbiy va bexatarlik organlarini ta'minlaydi yoki qo'llaydi deb qaralgan 31 Xitoy shirkatining pay chekini setib olishni cheklagan bo'lib, bu tizimlikda Xitoy ko'chma xabarlash shirkati, Xitoy telegraf shirkati, Haykang shirkati va Xitoy temir yo'l qurilish shirkati qatorliq muhim shirkatlar o'rin olgan edi. Bu Xitoy magnatlarining bosh ko'tarishini tizginlashni maqsad qilgan bir qator tadbirlarning biri bo'lib, Xitoy-Amerika munosabatini texmo jiddiylashtirib o'tgan edi. Gerçi Biden hükümeti ilgari Trump'ning Xitoyga qaratgan diplomatik davolg'ishidan keyin Xitoyga qarata silih diplomatik yo'l tutilganligi to'g'risida va'da bergan bo'lsa-mu, ammo u yana davlat mudofaasi va texnikasi qatorliq bir qancha masalada Xitoyga qarshi qattiq maydonni saqlaydiganligini aytgan. Yaqinqi bir necha yil ichida Amerika hukumatining Xitoyga tutgan qattiq pozitsiyasi parlamentda oz uchraydigan darajada partiya halqigan qo'llashga erishgan. Mazkur ma'muriy buyruq 2 avgustdan boshlab ijro qilinadigan bo'lib, tizimlikdagi Xitoy shirkatlarining pay chekini setib olgan amerikaliklar 1 yil ichida mablag'ini qaytarib olishi kerak ekan. Xitoy Sharq Turkiston paxtasini rad qilgan markalardan boshqacha usulda o'ch oldi. Xitoyning Sharq Turkistondagi majburiy emgak jinoyati ishonchlik dokumentlar va paketlar asosida dunyoning diqqatini tortgandan keyin bir turkum xalqarалық shirkatlar Sharq Turkistondagi paxta setib olishni to'xtatgan edi. Xitoy bo'lsa bu markalarni ayblab, taratquv kuchi orqali planli holda bu shirkatlarni boykot qilish harakati qo'zg'agan edi. Xitoy bosh tamojna idorasi 1-iyun sufiti layoqatsiz baholangan import mahsulotlarining tizimligini e'lon qilgan bo'lib, Xitoyga qarshi ish ko'rgan xalqarалық markalarning tizimlikdan o'rin olishi diqqat qo'zg'agan. Bayonotda ko'rsatilishicha 2020-yili 6-oydan 2021-yili 5-oygacha bo'lgan oralikda bolalar uchun ishlab chiqarilgan kiyim-kechak, oyoq o'yinchoq, tish cho'tkisi va boshqa mahsulotlarga qarata tekshirishda ba'zi markalarning mahsulotlarida bolalar uchun ziyonli moddalarning ishlatilganligi qayd qilingan. Tizimlikka Xitoylarning eng qattiq boykot qilishiga duch kelgan H va M ning 9 xil mahsuloti kirgizilgan bo'lib, bu mahsulotlarda teridan sömürilib badanga ziyon yetkazadigan rang moddalarining borligi bayon qilingan. Undan boshqa Nike, Zara qatorliq markalarning mahsulotlaridami o'xshash ziyonli moddalarning borligi tilga olingan. Kuzatuvchilar Xitoyning shaxs yoki shirkatlarga bo'kton chaplash orqali ko'zdan yo'qotish taktikasini izchil qo'llanib kelganligini, bu xil usul orqali shirkatlarga cheklama qo'yish bilan birga innovatiga ta'sir yetkazish maqsadiga yetalaydiganligini bildirishmoqda. Şu vatanımız Şarkı Türkistan Ürümçi şehri Togun'daki kız ayarlar lagerda yani mecburi ders üçü evetildi. Bana bu Togun'a silinigan 6 qavatlik bina, balkonsuz bina. Uyghur Sot kollegiyasining tunji qatimliq soti Londonda boshlandi. Angliyadagi mustaqil Uyghur Sot kollegiyasining Xitoyning Uyg'urlar ustidan elib berayotgan irqiy qirg'inchiligini baholashni maqsad qilgan tunji qatimliq isbot anglash yig'ini bugun 4-iyun Londonda yerlik vaqt soat 14dan 9 minut o'tganda boshlandi. Mazkur sud Dünya Uyg'ur qurultiyining tashabbusi Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlari birligining yaqindan qo'llab-quvvatlashi bilan o'rinlashtirilgan bo'lib, 4-iyundan 7-iyungacha davomlashadi. Bu Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkistonda yurgizayotgan jinoyatlarini tunji qatim chet elda sotlash hisoblandi. Yig'in sud kollegiyasining raisi Jeffrey Nice apandimning ichilish so'zi bilan boshlandi. Jeffrey apandi sud kollegiyasidagi har bir a'zoni birma-bir tunishtirib o'tdi va Xitoyning vatanimizda elib berayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlar haqida so'z qilgandan keyin mazkur sud haqida qisqacha ma'lumot berdi. 4 kun davom qiladigan bu qatimliq sudda lager shohidlaridan Qalbinur Sidiq, Ömer Bakali, Zumrat Davud, Mehrgul Tursun, Sayragul Savutbay va Tursnay Ziyovuddin qatorliqlar guvohlik beradigan bo'lib, bugungi tunji qatimliq sudning 1-bo'limida Qalbinur Sidiq xonim va Ömer Bakali apandim sud kollegiyasi a'zolarining savollariga birma-bir javob berdi. Can you briefly describe for the tribunal the conditions of the camp? Please remember that the
tribunal members have read your rather extensive report and they are fully aware of it. But would you please briefly highlight the points in the first amendment camp? Edeki tutqunlarni her daim ders vaqtlarida, tushlik aram vaqtlarida, kechlarda chaqirib echkitib so'roq qiladi. Chunki birinchi qavat so'roqxona yarasida bo'lg'achqa sinf intayin yaqin. Bular chiqibdi yarim soatgacha bularning intayin qiynalgandagi azobli ovozlari butun binoga anglatdi, binoni zilzila keltirdi. Bugun jami 9 kishi guvohlik beradigan bo'lib, 8i Uyg'ur, biri chet ellik. Ikkinchi bosqichda Uyg'ur Adliya arxiv ambirining tadqiqotchisi Muattar Ilqut xonim, Norvegiyadan Patugul Taliq, Shvetsiyadan Sayragul Saudbay xonim va Dunyo Uyg'ur qurultiyi raisi Tulqunaysa apandi, shundaqla George Washington Universiteti terrorlikqa qarshi mutaxassisi Robert apandi qatorliqlar guvohlik berdi. Sotning tafsiloti haqida texmi yangi ma'lumotlarni oldimizdagi kunlarda davomli huzuringizga sunamiz. Xitoy yana Uyg'urlarni majburiy emgakka selish jinoyatini inkor qilishga urindi. Xinhua to'rining xabarida bildirilishicha, Xitoy 3-iyun Beijingda Sharq Turkiston haqida axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazib, Sharq Turkistonda ijro qilayotgan majburiy emgak siyosati haqidagi ayblashlarni inkor qilishga urindi. Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan bostirish, majburiy emgakka selish, jazo lageriga solash, Uyg'ur ayollarini majburiy tug'mas qilish qatorliq irqiy qirg'inchilik siyosati guvohchilarning isbot berishi, tadqiqotchilarning dokumentlari orqali xalqaro jamiyatda kuchli g'ulg'ula qo'zg'agan edi. Sharq Turkistondagi jinoiy qilmishlarning xalqaroda oshkorlanayotganligidan qattiq bearam bo'lgan Xitoy har xil razil vositalar bilan jinoyatlarni inkor qilishga urinmoqda. Xitoyning saxta maydon, saxta obraz yasab chiqib, xalqaro jamiyatni aldash qilmishi yillardan beri davomlashib kelayotgan bo'lib, Xitoy 3-iyundagi yig'inda yana o'z kechirmishlarini so'zlash nomida Aqsu paxta to'qimachilik zavodining ishchisi deyilgan Akbar Turg'un ismli Uyg'urni yolg'on guvohlik berishga majburlagan. Akbar Turg'un atalmış guvohlik so'zida Xinjiangda majburiy emgak yo'q. Ayol ikkimiz 8000 yuan maosh olamiz. Amerika va G'arb ellari shirkatlarimizni jazolab, bizning emgak huquqimizni ziyonga uchratdi. Biz buningga norozi degan. Axborot e'lon qilish yig'inida yana atalmış Uyg'ur abnum rayonlik odam kuchi boyligi va ijtimoiy kafolat nazoratining naziri Rahmonjon Davud so'z qilib, ichkiri o'lkalarda ishga o'rinlashtirilgan oz sonliq millatlar o'z ixtiyorligi bilan ishga o'rinlashtirildi deb bildirgan. Qo'rjoq amaldor yana Xitoy o'lkalariga Uyg'urlarni yolab elib mangan Xitoy doiralari va soqchilar haqida to'xtalib, ular emgakchilarning bexatarligini qo'g'dash uchun o'rinlashtirilgan deb bildirgan. Xitoyning mazkur yig'inni Londonda tashkillangan Uyg'ur sud kollegiyasining isbot anglash yig'inidan bir kun burun o'rinlashtirishi diqqat qo'zg'adi. Kuzatuvchilar lagerdan qutulib chiqqan muhojiratdagi shohidlarning guvohliklari, ijtimoiy uchur vositlarida tarqalgan sirlar, kishilik huquq tadqiqotchilari e'lon qilgan tadqiqot dokumentlari, Xitoy axborot vositalarida e'lon qilingan sonliq ma'lumotlarning Xitoyning Uyg'urlarni majburiy emgakka selish jinoyatining muhim isboti ekanligini, Xitoyning yolg'on tashviqoti va yig'inlari orqali jinoyatini yushirib qololmaydiganligini bildirishmoqda. Turkiya va Malayziyadagi Uyg'urlarning to'r hujumiga uchrashi mumkinligi haqida dokument e'lon qilindi. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha, Isroilning bir to'r bexatarlik shirkati Xitoy hakkerlarining Sharq Janubiy Osiyo davlatlarining hukumat sistemasiga hujum qilganligini, chet eldagi Uyg'urlarning hujum nishoni bo'lganligini oshkorlagan. Tekshirish nuqtasi nomli mazkur shirkatning tadqiqot organi 3-iyun e'lon qilgan eng yangi analiz dokumentida ko'rsatilishicha, Sharq Janubiy Osiyo davlatlarining hukumat sistemasiga hujum qilgan hakkerlar hukumat xodimi qiyofatiga kirib olib, hukumat xizmatchilariga el-xat orqali Word hujjati avatgan. Ishlatuvchilar bu hujjatlarni ochgandan keyin kompyuter hakkerlar tomonidan bekitilgan sirtqi mulozimatlardan yomon g'arazli qurollarni o'z ichiga olgan hujjatlarni davomli tushirgan. Dokumentda bildirilishicha, hakkerlar ishlatuvchining kompyuteridagi hujjatlarni o'chirib quralaydi ekan, ism o'zgartiradi ekan, kompyuterdagi uchurlarga erisha oladi ekan, kompyuter ekranini kontrol qila oladi ekan, hatto kompyuterni taqib eta oladi ekan. Mazkur shirkatning tadqiqotchilarining qarashicha, hakkerlar tashkiloti bu hujum strategiyasini kam deganda 3 yil davomli sinab qilgan. Tadqiqotchilarning bularni Xitoy hakkerlari deb qarashida belgilik dalili bor ekan. Undan boshqa hakkerlar Uyg'urlarga Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashining belgisi qo'yilgan saxta hujjatlarni avatish orqali viruslik detallarni o'rnatgan. Hakkerlar yana ishlatuvchiga Turk madaniyat va an'ana fondi deb atiladigan saxta to'r bekatni yo'llagan. Agar abun to'r bekatdagi yordam iltimos qilish ulanmasini cheksa, ulardan atalmish bexatarlik tekshirishini qabul qilish talab qilindi ekan.
Bu qadam bosqichlar orqali hakkerlar ishlatuvchining sistemasidagi sonliq ma'lumotlarni ziyorat qilishga yo'l ochadi ekan. Dokladda oshkorlanishicha, Uyg'ur ijtimoiy to'piga qaratilgan bu tor hujumi 2020-yili eng aktiv bo'lib, hozirmo davom qilmoqda ekan. Tadqiqotchilar yana hakkerlarning Turkiya va Malayziyadagi hukumat organi qiyofatiga kirib olgan saxta tor bekatlarni qurganligini bayqagan. Bu ahvol hakkerlarning kelgusida bu ikki davlat yashayotgan Uyg'urlarga hujum qilishni planlaganligini ko'rsatib berdi ekan. Türkiye'de deniz börüsü 2021 manevri ötküzüldü. Türkiye harbiy paraxotları 25 may deniz börüsü 2021 manevri üçün Ege ve Şarkı Akdeniz'e ötken idi. Türkiye Devlet Müdafiə Ministri Hulusi Akar, Armiya Ştab Başlığı Yaşar Güler ve başka münasebetli komandanlar deniz börüsü 2021 harbiy manevrini yıkından gözetti. Manevrga 132 harbiy paraxot, 10 su asti paraxoti, 43 aeroplan, 28 tik uçar ve 14 uçuşsuz hava aparatı, təxminən 25.500 askar qatnaşdırıldı. Manevrda quruqluq ve hava armiya qismlaridan başqa 10 idare ve Türkiye Qızılay Cemiyeti qatarlıq orunlarımı özara həmkarlaşdı. Deniz börüsü 2021 manevri strategik seviyede hareketke tayyorlik qilish qismlarini o'z ichiga oladi. Manevrning oxirgi haftalarida 83 paraxot Ege ve Sharqiy Aqdenizda 22 portni ziyorat qiladi. İlgirki yillarning dal aksicha Xitoy virusi tadbirlari sababidan fuqarolarning paraxotlarni ziyorat qilishi cheklandi. Hürmetli televizyon görüşler, şuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. İnşallah atiki programmamizda ko'rishguncha sizlarni Janobi Allohga topshiramiz. Shunday program oxirida ekran orqasidagi barliq xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.